Haqiqatan ham bu kasb egalari e'tirof va hurmatga sazovordirlar. Shifokorlarning o'z kasbiga fidokorliklari bemorlar sog'lig'i uchun qilayotgan harakatlarni, yaqinlarimiz sog'lig'ini tiklashda ko'rsatgan jonbozliklarda yanada ko'proq his etishimiz mumkin. Bir necha yildirki, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi ehtiyojmand, kam ta'minlangan, og'ir sharoitga tushgan oilalardagi bemor bolalarga konsultativ va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Surxondaryo viloyatida fond tomonidan navbatdagi ezgulik manzili ijtimoiy tibbiy aksiyasi o'tkazildi. Unda poytaxtimizdagi yetakchi klinika va markazlarning tajribali mutaxassislari jalb etildi. Termiz shahridagi viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida tashkil etilgan ezgulik manzili aksiyasini o'tkazishdan maqsad jamg'armaning tibbiy dasturi asosida og'ir tashxisli bemorlarni davolash, bepul dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, ular salomatligini mustahkamlash, pirovardida operatsiya qilinishi zarur bo'lgan bemor bolalarda murakkab operatsiyalarni o'tkazishdan iboratdir. Bu yerda asosan tug'ma kasallarni operatsiya qilyapmiz. Hozirgi paytda 14 yoshli bola 2 tomonlama gidronefroz bo'yicha yotqizilgan, kech murojaat qilgan. Shu bolada chap tomonlama pleural anastomoz operatsiyasini o'tkazamiz. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan bu kabi aksiyalar respublikamizning barcha hududlarida muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Vohada tashkil etilgan aksiyada 440 nafardan ortiq bemor bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi hamda shifokorlarning tavsiyasi va xulosalari asosida jami 162 nafar bolalarda, jumladan 8 nafarda plastik, 39 nafarida ko'rish bilan bog'liq, 51 nafarda urologik, 64 nafarida lor va boshqa kasalliklar bo'yicha operatsiya amaliyotlari o'tkazildi. Faqat shu adenoid angina bezovta qilar edi. Nafas olishga qiynalanar edi-da. Shu yo'q, hozir Xudoga shukr yaxshi chiqdi dedi-ku, xursandmen. Fond tomonidan mana shunday malakali shifokorlar tomonidan bepul o'tkazildi. Yana shularga rahmat deyman. Ma'lumot uchun fond o'tgan 3 yil mobaynida 10 mingdan ortiq bemor bolajonlarga tibbiy, ijtimoiy, psixologik va manzilli yordamlar ko'rsatdi. 1700 nafardan ortiq bolalar respublikamiz hududida, 220 nafari esa xorijning nufuzli klinikalarida murakkab operatsiyalarni boshdan kechirdi. Bugun Sardorbek Lolayev, Xolmat Ne'matullayev, Surxondaryo.